Rostini ayting, sizni ham korxonangizda shunaqa holatlar bo'ladimi? Misol uchun, mijozlar yozadi, xodimlaringiz vaqtida javob berishni esdan chiqarib qo'yadi. Yoki bo'lmasa, xodimlarga vazifa, mana bu ishni qilgin deb aytasiz, alal-oqibat o'zingiz ham esingizdan chiqib ketib qoladi, u xodimingiz ham yoki esingizda bo'lgan taqdirda ham siz so'raydigan bo'lsangiz, men bilmadim, ko'rmadim, Telegramda yozganingizni o'qimadim. Mana shunaqa holatlar bo'ladi. Bunga qo'shimcha tarzda sotuv va marketing bo'limida ham muammolar kuzatiladi. Qanaqa deydigan bo'lsangiz, marketing qancha mijoz olib kelyapti, qanchalik sifatli darajada, sotuv bo'limida esa qanchalik bu mijozlarni обработка qilib sotuvni amalga oshirishyapti. Ya'ni mijozlarga qanchalik vaqtida aloqaga chiqishyapti, mijoz bilan bog'lanishim kerak deb aloqaga chiqyaptimi yoki mijozlar qolib ketyaptimi orada. Bu savollarga javob bo'lmaydi va eng ko'p uchraydigan muammolardan bittasi bilasizmi nima? Marketing bo'limi sotuv bo'limi bilan doimo jiqqamish bo'ladi. Marketologlar aytadi, biz yaxshi mijozlar olib kelyapmiz, sotuvchilaringiz sota olmayapti. Sotuvchilar esa reklamadan kelayotgan mijozlarni sifatsiz ekanligidan noliydi. O'rtada hech bir tizim yo'q. Aynan mana shu tizim haqida hozir sizlar bilan gaplashamiz. Atigi 5 daqiqa ichida men sizga mana shu muammolarni qanday qilib B324 tizimi orqali yechsa bo'ladi. B324 o'zi nima, kimlarga to'g'ri keladi. Va qisqacha o'zimiz haqimizda ma'lumot berib o'tib ketaman. 5 daqiqa videoni oxirigacha ko'ring. B324 tizimi o'zi nima? B324 tizimi oddiy qilib tushuntiraman o'z mijozlarimga. Bu shunaqangi tizimki, korxona aytaylik menejmentini, korxona marketing va sotuv bo'limi va HR kerak bo'lsa, butun bir korxonani o'z ichiga olib beradigan, men bilgan aytaylik O'zbekistondagi eng optimal yechimlardan bittasi. Bu tizimni olib siz aynan sotuv bo'limingiz uchun ham foydalansangiz bo'ladi, marketing uchun ham yoki shunchaki xodimlarni boshqarish uchun ham B324 dan foydalansangiz bo'ladi. Eng qo'l keladigan joylardan bittasi sotuv va menejmentda. Chunki sotuv bo'limida IP telefoniya integratsiya qilsak bo'ladi, Instagram, Facebook, Telegramdan ulasak bo'ladi. Bu holatda qaysi sotuv menejeringiz mijozlar bilan qanaqa gaplashayotgani, qaysi etapda turgani, ya'ni sotuv vorankasi, mijoz aloqaga chiqgandan boshlab xarid qilgungacha bo'lgan jarayon, qaysi etaplarda mijoz turibdi. $1000 reklamaga ketdi, 1200 ta lead keldi. Instagramda qiziqqan insonlar zayafkasi tushib keldi, atigi 100 tasiga sotildi. Qolgan 1100 tasi nima bo'ldi? Yuqori ehtimol bilan hozir telefon yoki Exceldan foydalanayotgan bo'lsangiz yoki daftardan foydalanayotgan bo'lsangiz, bu savolimga javob bo'lmaydi. Umumiyda gaplashilgan olmayman degan misol. Lekin o'zingiz o'ylab ko'ring, qanaqasiga 1200 ta, 1,5 mingta tushgan mijozdan 150 ta, 200 tasiga sotib turib, qolgan 1300 tasi shunchaki yo'q qilib yuborish mumkin. Har safar yana reklamaga oyma-oy pul sarflayverasiz, bu yerda mijozlar bazasi yig'ilaveradi, olaman deganlar ham qolib ketib turadi. Faqat hozir olaman deganlar bilan ishlaysiz. Vaholanki men sizga bitta sir ochaman. Hech kim hozir sizga bitta telefon qilib xarid qilmayapti. Sizni reklamangizni men Instagramda ko'rdimmi? Sizni reklamangizdan keyin menda yana 3 ta sizni konkurentingiz reklama chiqib kelyapti. Men sizga zaifga qoldiraman, ularga ham qoldiraman, chunki biz o'zbek bozoridamiz, shuni tushunib olish kerak. Kim menga birinchi aloqaga chiqib, yaxshi muomala qilib, yaxshi munosabat bildiradigan bo'lsa, yuqori ehtimol bilan u bilan suhbatni davom ettiraman. Sizlar esa menga 2-3 kundan keyin aloqaga chiqasiz yoki 3-4 soatlardan keyin, 5-6 soatdan keyin aloqaga chiqasiz. Menda o'sha u savolimga javob olgan bo'laman. Prosta men sizdan necha pul qilib beryapsiz deb so'rayman xolos. Bu esa eng yomon holatlardan bittasi. Bitrix esa buni to'laqonli hal qilib beradi. Mijozlar qachon aloqaga chiqqan, kim gaplashgan, qanaqa gaplashgan, qachon sotib olaman degan, o'ylab ko'raman degan mijozlar barchasini B324 da ko'rsangiz bo'ladi. Ikkinchi eng asosiy qulaylardan biri bu menejment tabiiyki. Xodimlaringizga vazifalar berdingiz, xodimlarga avtomatik ravishda telefonning programmasida ko'rinadi, xuddi Telegramdan xabar kelgandek. Va xodimlar bu ma'lumotni olib vazifani bajaradi. Agar bajarmaydigan bo'lsa, sizga yana xabar keladi. Mana bu xodiming mana bu ishni bajarmadi degan ma'no. Shunday qilib siz korxonada menejmentni, vazifalar boshqaruvini yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. B324 ga teng keladigan ochiqni aytaman, qidirib ko'rsangiz bo'ladi. O'zbekiston bozorida SAP, ya'ni sizlar biladigan o'sha SAP $1,000,000 ga qo'yadigan va bir necha $10,000 ga qo'yadigan variantni ham bu narsani qilib bermaydi. Buni men sizga faktiski SAPda ishlagan odam sifatida ayta olaman. 4 yillik faoliyatimiz davomida 100 dan oshiq korxonalarga biz IT yechimlarini taklif qilib kelganmiz. Uning ichida Amoy CRM bor, B324, IP telefoniya va sun'iy intellekt xizmatlari. Albatta, B3X va Amoy CRM yoki IP yoki sun'iy intellekt har bitta biznesga to'g'ri keladi demaymiz. Chunki aynan biz
aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, siz bilan suhbatlashib, korxonangizda qanaqa jarayonlar ketadi, qanchalik kichik, o'rta yoki katta biznessiz, qanaqa muammolarni hal qilmoqchisiz, shundan kelib chiqqan holda biz yoki AmaCRM yoki Bittrex yoki qo'shimchasiga tabiiyki IP telefon yoki sun'iy intellekt tizimlarini sizga taklif qilamiz, ko'rsatamiz, tushuntiramiz. Aynan og'riqdan kelib chiqib, muammodan kelib chiqib yechim tanlash kerak. Aynan mana shu holatda ko'pchilik xatoni qiladi va hozir ishlatmaydigan programmasini, ya'ni ertaga bir necha yildan keyin ishlatish mumkin bo'lgan programmani tanlab qo'yadi, noto'g'ri o'rnatadi. Tabiiyki natija bo'lmagandan keyin IT yechimlar meni biznesimga aytaylik foyda olib kelmas ekan degan noto'g'ri tushunchaga ega bo'ladi. Biz 4 yil davomida quyidagi korxonalarga tizimlarni o'rnatgan bo'lsak, ba'zilariga AmaCRM o'rnatganmiz, ba'zilariga Bittrex IP telefoniya, AmaCRM IP telefoniya, ba'zilariga esa sun'iy intellekt. Hammasiga bitta tizim to'g'ri tushib ketadi degan narsa yo'q. O'shani hisobiga siz korxonangizga joriy qilmoqchi bo'lsangiz, mutaxassisga murojaat qilasiz. Hozirda esa mutaxassis bu bizamiz. Bit24 kompaniyasi 100 yildan oshiq loyiha, 4 yildan oshiq faoliyat. Quyidagi loyihalarimizdan bemalol murojaat qilib, ulardan bizni haqimizda ma'lumot olsangiz ham bo'ladi. Biz tabiiyki ochiqmiz. Bizning ish prosesimiz qanaqa ketadi? Biznesingizni audit qilamiz, to'g'ri yechim tanlab, korxonangizda bu yechimni joriy qilishda yordam beramiz. Xodimlaringizni va o'zingizni tayyorlab o'rgatamiz va sizga video darslikni taqdim qilamiz. Xodim almashish, o'zingiz yoddan chiqishingizni inobatga olgan holda video darslikni taqdim qilamiz. Mutlaqo bepulga. Ana shu video darsliklar orqali siz o'zingizni aytaylik bilimingizni oshirsangiz bo'ladi. Bundan qo'shimchasiga o'rgatdik bo'ldi emas. Sizga chiqadigan savollarga biz o'z Telegram guruhimizda, ya'ni har bitta loyihamizni ochamiz, Telegram guruhimizda javob berib boramiz. Biz bilan bog'laning, agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilib savollaringizga javob olsangiz bo'ladi va biz sizni o'z mijozlarimiz safida ko'rishdan xursand bo'lamiz. Vaqtni zoya ketkazmang, mana shu raqamlarga murojaat qilasiz yoki pastda havolada ro'yxatdan o'tasiz.